Bir ayol farzandlarini o'yingohga olib keldi. Bu yerda chiroyli o'yinlar o'tkaziladi. U esa qizlarni ilk bor ushbu o'yinlarni tomosha qilish uchun yetaklab olgandi. Chipta olish uchun kassaga yaqinlashib so'radi. Chipta necha pul turadi? 6 yoshdan kattalar uchun 100 ming so'm. Ungacha esa bepul. Xo'sh, nechta beray? Kichigim 3 yoshda, kattam esa 7 da. Demak, ikkita chipta olamiz. Mana sizga 100 ming so'm. Chiptachi kulib shunday debdi: "Xonim, agar katta o'g'lingizni 6 yosh deganingizda men bunga ishongan bo'lardim va siz pulingizni tejab qolgan bo'lardingiz" debdi. Axir ko'pchilik shunday qiladi-da. 6 mi, 7 mi bolalarni farqlash qiyin-ku debdi. Haligi ayol: "To'g'ri, siz bayqamasdingiz. Lekin qizim biladi-ku. Atigi 100 ming so'mni deb uni yolg'onga o'rgatishni istamadim. Siz biz farzandlarimizni qanday tarbiyalayapmiz? 3-4 so'm pul uchun ularni yolg'onga o'rgatib qo'ymayapmizmi?"